Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Salom do'stlar, bizning planetamizda faqat tun bo'lsa nima bo'ladi? Men sizlarga hozir aytib beraman. Qani ketdik. Agar planetamizda faqat tun bo'lsa, birinchi o'rinda millionlab tungi klublar tinimsiz ishlashni boshlaydi. Lekin klublarda odamlarga qiziq bo'lmaydi, chunki odamlar doim uyquga moyil bo'lishadi. Oddiy holatda odam uyquga to'yish uchun 6-7 soat kerak bo'ladi. Agarda planetamizda faqat tun bo'lsa, odamlar uyquga to'yish uchun 12 soat uxlashi kerak bo'ladi. Doim tun bo'ladigan bo'lsa, odamlar 10 baravar ko'p elektr energiya ishlatadigan bo'lishadi va bunga 70% ko'p pul ketadi. Keyin esa ertami kechmi qorong'uda ishlaydigan energiya manbalari o'ylab topiladi va bizning ko'zlarimiz tunga o'rganib qolib, mushukni ko'zida ko'radigan bo'lib qolamiz. Doim tun bo'lgani uchun jinoyatchilar soni kundan kunga oshib boradi. Hatto hozirgi kunda ham 60% jinoiy ishlar aynan kechasi sodir bo'ladi. Keyin esa quyosh nuri yo'qligi tufayli odamlar organizmida juda zarur bo'lgan vitamin D yetishmasligi kuzatiladi. Natijada vitamin yetishmasligi tufayli har xil kasalliklar kelib chiqadi va quyosh yo'qligi tufayli 90% o'simliklar halok bo'lib, kislorod kamayib ketadi. Odamlar uchun eng katta muammo kislorod bo'lib qoladi. Kislorod yetishmasligi tufayli millionlab odamlar halok bo'lishadi. Ko'rinib turibdiki, har doim tun bo'lsa, bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun quyosh odamlar uchun juda zarur. Bizning hayotimiz u bilan go'zal va farovondir.